Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Ko'rib turganinglardek, bugun yana sirtda kitap o'qib beraman, ya'ni Janva ko'li bo'yida. Bugun mushu Janva ko'li to'g'risida biroz to'xtalib o'tay. Janva ko'liningki to'g'ri ismi Lemon ko'li. Janvaliklar buni Janva ko'li deb atib oladi ba'zida. Lekin to'g'ri ismi Lemon ko'li. Janva ko'li Shveysariya bilan Fransiyaninki o'rtasiga joylashgan bo'lib, bir hilal oy shakliga o'xshaydi. Kichik ko'l, cho'ng ko'l deb bo'linadi. Bu kichik ko'l qismi Janva kantoniga ko'proq joylashgani uchun bo'lsa kerak, Janva ko'li deb ataymiz. Bu ko'lda cho'ng kichik paraxodlar o'zib yurdi, aldirash bo'lib, bugungidek mana shundaq chiroyli havo ochiq kunlarda shaxsiylarmi o'zlarining kemalarni haydab chiqib ketadi. Shundaq bir qaynab toshqinlikqa xuddi dengizdek bir xil ta'sir berib ketadi ba'zida. Undan boshqa bu ko'lda har xil faoliyatlar bo'ladi. Xalqaroliq kema musobaqasi, undan boshqa odatga kishilarningki qiyiq haydash, qo'lboq haydash, suv ustida teyilish deganga o'xshash harakatlar. Andan bu ko'lda kishilar qishmi yoz suv cho'miladi. Men yozda cho'milishni yaxshi ko'raman, qishda cho'milishga texi g'ayrat qilmadim. G'ayrat qila olmayapman. Ma'qulamsa, men atrofdagi manzillardan sizlarni biroz bahrlantiray. Men ko'rib turayotganinglar Janvadagi eng donliq sayohat manzillarining biri Janva fontan. Mana bu fontan odatda 140 metrlar atrofida o'rnalaydi, ama eng yuqori bo'lganda 150 dan oshadi. Atrofidagi bu binolar asosan donliq soat yoki bankalarniki binosi albatta Janva dunyodagi donliq bo'lib Shveysariyaning donliq bankalari va donliq soatlarniki bosh shtatlari o'rnashgan bir shahar. Oldimizdagi Mao buni Zangda Parti deymiz. Bu amaliyotda bir ommaviy muncha. 100 yildan oshgan. Hozir albatta aslahalari yaxshilanib, hammam, sonna degan o'xshash har xil turlari bor. Cho'ng oromgoh aylanib ketdi. Kishilar mana suv cho'mish uchun tayyorlanib o'tiribdi. Jiratdagi ma binolar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining binosi. Albatta Janva dunyodagi xalqaro tashkilotlar hammadan zich o'rinlashgan bir shahar bo'lish sifati bilan dunyodagi diplomatiya sohasida o'ynaydigan roli cho'ng. Ma'qulamsa, mana o'qishni boshlaylik. Chiroyli manzillarni bahar ahash romanlar. Chiroyli kun bo'ldi degan. Ma'qulamsa, roman boshlayapti. 4-chi. Akbar madrasaga o'rinlashib, orzusiga yetdi. Yeni savatdaşlar bilan tanışıp, xuddi burunqi g'amsiz o'quvchilik hayotiga qaytgandek xo'shal va shodiman bo'lib qoldi. Bu madrasaning o'qitish sharoiti xeyli yaxshi edi. Bu yerdan qolgan vaqtda islom dini tarixiga oid kitoblardan boshqa yana dunyo tarixiga oid nurg'un kitoblarni, tabiiy va ijtimoiy fanga oid esil qomuslarni topqili bo'ladi. Akbar kichigidan tortib kitob qimar bo'lg'achqa bu rangarang bilim xazinalari uning tugamas, bitmas boylik dunyosiga aylandi. O kitob o'qishga ustozi Said Taha bilan nimalarnidir alohida mulohaza qilishga berilib ketdi. Said Taha Akbarning bundaq qizg'in, jo'shqin ruhidan ta'sirlanib, uni yep-yangi bir ilm olimiga, o burun ko'rib baxmagan, anglab baxmagan yangi uchur, yangi qarash va yangi tafakkur ichiga boshlab kirib ketdi.
qisqagina bir muddat ichida Akbar o'zini go'yo bir dilla bo'y tortib o'sib qolgandek. Shuningga yarasha zehnimi ichilib, belimi ulg'uyib, tamkin, salobatlik bir odam bo'lib qolgandek his qildi. Demisimi, bu hozir Qashqardagi xalq madrasasida rahat farog'at ichida g'amsiz o'qiyotgan burunqi Akbar emas edi. Akbar yurtdan, muqaddas ona quchqidan ayrilib, 10 oylik vaqtdan buyon talay davallarni eshib, yurtdan yurtga ko'chib, hayotning bahmi go'zal, rangdor va shafqatsizligini, tabiatning ajoyib mo'jizlik, o'zgarishchan va bepoyonligini, odamlarning to'limi sirliq, murakkab va yuksakligini ko'rdi. Tushundi. Uzun safarning jafo mushaqqatlari bilan turmushning qiqil so'qollari Akbarning yumron ustixonlarini tavlab, burunqi nozik, chidamsiz jismini quyushdek qattiq va bejirim qilib yetishtirgan bo'lsa, hayotning kutilmagan taqdir qismatlari, tirikchilik yo'lidagi azob-uqubatlar uning erka tirtak mijasini pishildirib, burunqi bo'shang, parvosiz ruhini mustahkam, irodalik ham har qanday ishqa samimiy va astoydil qaraydigan qilib yetishtirdi. Shun Akbar xushallikdan ko'ra qayg'u, baxtdan ko'ra azob, kulkidan ko'ra yig'a ko'proq singib ketgan mushu 10 oy ichida o'zini bir necha yosh cho'ngib qolgandek tamkin, salobatlik his qiladigan bo'lib qolgan edi. Buning ustiga Said Tahaning qasidalari qisqa, hikmatli, cho'nqur ilmiy suhbatlari qo'shilib, uning nazar doirasini kengaytib, hayot haqiqatlarini texmi to'g'ri va cho'nqur tushunadigan ma'naviy manzilga boshlab kirgan edi. Bir kuni Said Taha madrasadagi o'quvchilardan 10 nachisini tanlab bir hujraga yig'di va ularning oldiga sharq adabiyoti to'g'risida bir savol qo'yib, zehn sinash qilmoqchi bo'ldi. Sharq adabiyoti uzoq tarix ega parlaq adabiyot. U paydo bo'lgan keng rayonlar insoniyat madaniyatining bo'shigi va manbasi bo'lgan, dedi u o'quvchilarning diqqatini o'ziga tortdi. Buni yaxshi bilmagan odam o'zining ota-bobosini, tarixini, madaniyatini yaxshi bilmaydi. Her qaysi davrlardagi ajdodlarning ideya, g'oya, hissiyot va orzu-armonlarining qandoq bo'lganligini tushunmaydi. Shunga men sizlarga o'tganda mutolaa qilgan kitoblar ichidan sharq adabiyotining bir qanoti bo'lgan arab adabiyotiga doir bir savol beraman. Kim to'g'ri va dal javob bersa, uningga 30 rupiya mukofot beriladi. Pulning soni garchi oz bo'lsa-mu, lekin uning qimmati yuqori. Chunki o'zlarining qanchalik kitob o'qiganliklarini va o'qiganlaringlarni qanchalik mutolaa qilib izlanganliklarini o'lchaydigan odil o'lcham. Amisa quloq solinglar. Savolni o'tirg'a qo'yaman. Erkinlikning o'zi hayotlik. Erkinlikdan mahrum bo'lgan kishi go'yo o'lik odam. Erkinligi bo'lmagan davlat xuddi mozor. Bu so'z kimning, qachon, qaysi asrda aytilgan? Bir necha bola orqa-orqadan qo'l ko'tardi. Said Taha shuning ichida dastlab qo'l ko'targan Ali Hojiz ismli o'quvchiga ruxsat qildi. Bu so'z yaqinqi zamon arab adabiyotining donliq vakili Jibron Xilil Jibronning So'ngan qanot nomli asarda aytilgan. Yili o qachon aytilganligi to'g'risida bir narsa deya olmay, tirnoqini tatlab turib qoldi. Javob to'g'ri bo'ldimi? So'rdi Said Taha o'quvchilarga tekshi nazar tashlab. Yo'q, to'g'ri bo'lmadi, dedi bir o'quvchi xeyli ishonch bilan. Men deb baqay. Ha, bo'ladi. Sen deb baqa, dedi Said Taha rag'batlantirib. Bu so'z, dedi heliqi o'quvchi qo'llarini o'ynatib. Yaqinqi zamon arab adabiyotining donliq shoiri
Ahmad Shavqining Suriya mustaqilligi degan asarda aytilgan. Xata, sen mi xata etdin? Dedi Said Taha bir az bitaqat bo'ldi. Hujra sukutga cho'mdi. O'quvchilar jiddiylik ichida o'ylanmoqda edi. Ularning hammasi yosh jihatda ancha cho'ng farqlanmaydigan 15 yoshdan 18 yosh oralig'idagi Misrlik, Yamanlik, Iroqlik, Suriyalik, Arabistonlik Arab bolaları edi. Bunun içinde faqat Akbarla dünyanın jiroq chetidagi bir qadimki yurtdan kelgan oddiy Uyg'ur bolasi edi. Sukunat xeyli uzoq davom qildi. Chunki mudarrisning o'tirg'a qo'ygan savoli odamni kalla qatirishga undaydigan xeyli qiyin savol edi. Bir hazalik jimjitlikdan keyin Misrlik bir o'quvchi ruxsat elib so'zladi. Lekin uning javobi to'g'ri bo'lmadi. Said Taha ümidsizlik bilan beshni lang'ishtirib qo'ydi. Uning orqasidan Yamanlik bir o'quvchi so'zladi. Uning javobi yarim yarti bo'ldi. U yozuvchining ismini to'g'ri aytdi-yu, asarning ismi bilan yilini to'g'ri ayta olmadi. Said Taha yana afsuslangan holda yelkisini qisib qo'ydi. Boshqa o'quvchilar yana sukutga cho'mdi. Oldidagi bir necha e'lonning mag'lubiyati ularni yurak oldi qilib qo'ygan edi. Akbarmo arsaldiliq ichida qoldi. U xeyli cho'nqur o'ylanib, ko'nglida bu savolga qanoatlanarlik javob topgan edi. Iroqning yaqinqi zamon atoqli shoiri va yozuvchisi Ma'ruf al-Rusafining 30-yillarda nashr qilgan bir toplamini Akbar texi yaqindala madrasaning qiroatxonasidan elib bir necha kungacha qiziqib o'qigan va ustozi Said Tahadan bir necha qiyin narsalarni so'rab berib olgan edi. Boya aytilgan so'zmi ana shu to'plamda bor edi. Lekin u darhol qo'l ko'tarib bu savolga javob berishni o'z uchun ancha loyiq ko'rmadi. Chunki bu madrasaning koni o'quvchilari oldida yetim oqsoqollik qilib, ularning nazarida manmanchi shapshak ekan degan yomon ta'sirot qoldirib qo'yishdan qo'rqdi. Ammo Said Taha xuddi uning ko'nglidagini bilib olgandek mundaq dedi. Hammanglar so'zlaysizlar. Qanchalik bilsanglar, shunchalik danglar. Bu sizlarning zehniy kuchinglarni sinaydigan bir fursat. Akbarning davomli arsalda bo'lib, ehtiyot qilishining o'rni qolmadi. Said Taha boyiqi so'zlar bilan uni xufiyona ilhomlantirib o'tdi. Shunga Akbar Suriyalik bir o'quvchining orqasidan ruxsat elib, ko'nglida qayta pishildirib olgan so'zlarni oldirmay, dana so'zlashga boshladi. Bu söz yaqinqi zaman Arab adabiyotining donliq vakili Ma'ruf al-Rusafining 1926-yil yozgan Tafakkur erkinligi uchun degan asarda aytilgan. Yaxshi, dedi Said Taha uning javobini anglab bo'lgandan keyin rozimanlik bilan. Savolga to'g'ri, dal javob berdi. Mukofot sana berildi o'g'lim. Ondan o ba'zilari salpiyib, go'shiyib va ba'zilari ichtarliq bilan oliyib o'tirgan boshqa o'quvchilarga ra'y qaytgan nazar bilan mundaq dedi. Shuncha yiroq, chat bir yurtdan kelgan bir bola sizlarning tilinglarni o'rganib, yana texi sizlardan yuqorilab ketsa, sizlar uyalmamsizlar. Bilib qo'yinglar. Bilim kimning qo'lida bo'lsa, shu kuchlik, shu nochi. Undaq odam hech qanday yerda xorlanmaydi. U har qanday zaman, har qanday makonda aziz va umidvar bo'laver. Akbar shu kuni kashda bu xo'shalligini dadasiga yetkazdi. Atxon o'g'lining sinoqdan o'tib, mukofotga erishganligidan qattiq suyundi. Texmi yaxshi o'qi o'g'lim, dedi u Akbarni rag'batlantirib. Ustozing to'g'ri debdi. Odamning zinnati bilim. Ota-bobolarimiz kuchi bor birni yengar, bilimi bor mingni deb bekor aytmagan. Mukofot olgan 30 rupiya pulingmi oz emaskan o'g'lim. Biz Qashqardan setib olgan 10 dona do'rg'ibak tangisi degan gap.
sen ustozingning peshiga texmiching esilib, bizning bu yerdan rizqimiz ko'tarilgicha obdan o'qib ol. Qurban hayitga yana 3 oydak vaqt bor. Yana ma'lumsa qanday qilamiz da? So'rdi Akbar dilg'ulliq ichida. Bu qitimga haj vaqti o'tib ketsa, yana 1 yil saqlaydigan gap. Akbar bu gaplarni dadisini chekib eqish uchun degan edi. O'z ko'ngli bo'lsa, bu yerda qanchalik ko'p saqlasimi, endi qo'rqmaydi, zerikmaydi. Chunki u hozir illiq makon. Chunki u hozir illiq makon, yaxshi ustoz, obdan o'qish sharoitiga ega bo'lib qolgan edi. Madrasada texi uni yaklamay yaxshi ko'radigan bir savodoshlari bor edi. Yana bir 2 oygacha arab konsulxonasidan xabar bo'lmay qolsa, dedi Atxon qoshlarini yemirib, ko'zlarini o'ychan qisgan holda. Yük paraxot xo'jayinlarini setib olib bo'lsa-mu, bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Shuncha uzun yo'llarni besib, Baytullohning busuğisiga kelganda orqamizga yansaq, mahshar kuni Alloh taologa nima deb javob beramiz? Pulimiz yetishmadi, irodamiz bo'shab ketdi deymizmi? İnşallah bu qitimqa harakatimizning barakati yaxshi bo'layotdi. Chiqimni to'lab, yeb ichib, yana oz to'la eshinyapmiz. Bu-mu Alloh taoloning bizga qilgan shafoati? Agar u bizni o'z uyiga chaqirmagan bo'lsa, mushkullarimizni bundoq oson qilmagan bo'ladi, bolam. Harastada, dedi Akbar bir ishni esiga olganda. Konsulxonadagi hiliqi Muhabbat ibn Jayfarning o'g'li Fahad bilan do'st bo'lib qoldim. U madrasada o'qiydi. Kunigun Fahadning deyishicha, dadasi 3 kunning oldida muhim bir ish bilan Arabistonga ketibdi. U menishdan burun Said Taha ularning uyiga berib, bizning ishimiz to'g'risida so'zlashibdi. Fahadning aytishicha, dadasi Said Taha bu qitim vatanga borganda bu ishni cho'qim hal qilaman. O'tganda bizning yo'llagan yo'llamamiz Malikaning qo'liga tegmaganda qiladi. Men berib surishti qilman degan o'xshaydi. Bu xabar har holda Atxon uchun yangi va umidli xabar bo'ldi. Xudoyim deganidek bo'lar, dedi u xo'shal bo'lib. G'ayrib musofirning g'amini Alloh o'z yeydi. Birinchi bob. Umid sohili. Atxon turgan uyga bo'yi egiz, qo'li kam, soqoli shalon bir arab kirib keldi. Uning chiroyi turqidan 40 yoshlar ekanligi ma'lum edi. U yalang'och bo'lib, kuchisiga oq matodan tayyorlangan kam yaktakni yepinib olgan edi. Ilqi arab yaktikining bir qismini bo'yniga o'rib olgan, bir qismini bo'lsa issiqdan saqlanish uchun beshiga ortib olgan edi. Mening ismim Masruh, dedi u adab va muloyimlik bilan o'zini tanishtirib. Meni bu yerga arab konsulxonasidagi Muhammad ibn Jayfar avatdi. Masruhning so'zini Akbar o'rib berdi. U to'nogundan beri gal og'riqi bilan qizib, madrasaga bora olmay, dadasining yenda yetib atgan edi. Muhammad ibn Jayfar Arabistondan keldimi? deb oldirab so'radi Akbar. Chunki uning o'g'li Fahad texi 2 kunning oldida dadasining qaytib kelmaganligini Akbarga aytgan edi. Keldi, dedi Masruh kesiblar. Texi oqshom qaytib keldi. U kishi sizlarning haramga berish ishinglarni hal qilib, meni paraxot bileti elib berishga avatdi. Hozirlar bir odam 400 rupiyadan topshiringlar. Bugundan qolmay hoji kapga chiqib bilet olamiz. Men bilan 1-2 odam bili chiqsanglar bo'ldi. Bu xabar hammalarni xushallikqa cho'mdirdi. Shu topda ularning uzoqdan beri intizor bo'lib, zoriqib tashnalikda kutgan orzu armonlari reallikqa aylanish oldida turadi.
ular endi Arabistonga boradi. Baytullahni, Xudoning bu muqaddas yigat uyini tavof qiladi. Hajarul Aswad teshini o'pidi va o namoyon qilib turgan ilohiy hikmatlarni yuragi bilan his qilib, Zamzam buluqining obi hayot suyini ichib, holidan ketgan ko'ngillarni yashardi. Ah, Makka, dunyodagi shaharlarning onasi, ulug'i. Biz seni bek uzoq kutdik, bek sevindik. Sening hidoyat quyoshi ko'tarilgan ashu muborak jamolingni ko'radigan kunni bo'ladi ekan. Sen Baytullahning makoni bo'libla qolmay, sen yana tinchlikning yurti, g'ayrib miskinlarning panohgohi. Sen bizning ne'matlarimizning, kuchimizning va umidimizning manbasi. Biz sendan hamisha xayrlik talab qilamiz. Ular shu tapda ana shundoq hayajon va aqida bilan unsiz nido qilib o'tadi. Bu ularning iloqqa qilgan nolasi va iltijosi edi. Ayığı chiqmas to'li kutishdan ko'zining qoriqi sizilib, dillari qaqchirab ketgan bu odamlarga tuyuqsiz bu xush xabarni akelgan Masruh go'yo jannatning elchisidek yiqimliq va muhtaram bilib ketdi. Şoňa ular neri berisini sürüştürmeyla adam yeshiga 400 rupiyadan pulni chiqarib, uning qo'liga tutqazdi. Yo'g'on bir so'mka pulga erishgan Masruh xo'shalligidan o'zini shundoq tamkin, salobatlik tutishga urinsimi, lekin nima uchundir gap so'zlaridan bir xil o'duqish va baloqzodlik chiqib turadi. Lekin buni hech kim sezmadi. Onun atrofidagi odamlarning hammasi tuyuqsiz kelgan bu xo'shallik va hayajondan masxush bo'lib ketgan. Masruh atxon bilan Musa Donqonni agashtirib, paraxot bileti elish uchun Hoji Kapga qarab mangdi. Akbar mo billa chiqmoqchi bo'lib edi, lekin atxon uning salomatligidan ansirab qoldirib qo'ydi. Bugun Hoji Kapda odam ancha ko'p emas edi. Ular ko'k qish bilan selingan 2 qavatlik ozoda bir binoni oyilib o'tib, chatdagi bir ishxonaga kirdi. Masruh atxon bilan Musa Donqonni ishxonaning bir chetidagi uzun o'rindiqda o'ltirg'izib qo'yib, o'zi aynak to'siqning u tarafidagi to'shqan qalpoq, bo'ri ko'z bir pokistonlik bilan bir narsalarni deyishdi. Ularning gap so'z va muomalasidan burunla tonishadiganligi chiqib turadi. Atxon bilan Musa Donqon u ikkilandan ko'z uzmay o'ltirgan bo'lsin, lekin ularning nima deyishib, nima qilayotganligini bilmaydi. Bu ikkilarning ko'nglida faqat biletning tezroq va o'ngishli qo'lga tegishini tilashdan boshqa xiyol yo'q edi. Bilet kesish rasmiyati ancha uzoqqa bormadi. Masruh yo'g'on konvertga selingan bir tutam biletni akilib, Atxon bilan Musa Donqonning qo'liga tutqazdi. Mana bu 28 kishilik bilet, dedi u qo'l va ko'z ishorati bilan tushundirib. Paraxot 3 kundan keyin portdan qo'zg'aladi. Biletda paraxotning nomeri yoziqliq. Endi mening vazifam tugadi. Hozircha sizlarga xo'sh. Atxon bilan Musa Donqon shuncha vaqtdan beri tanmirgan ashu bir necha varaq qog'oz biletlarni xo'shalliqda ko'zlariga surkidak bo'lishib ketdi. Ular endi Karachidan Jiddaga mang'alaydiganligiga rostila ishongan edi. Ular Masruhning qo'lini qisib, nurg'un chiroyli gaplar bilan rahmat aytib, ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Xo'shlashibla Masruhning nega g'oyib bo'lganligini bilmay qoldi. Ularning shu topdagi butun asyodi biletni tezroq opirib, hamrohlarini xo'shal qilishdi edi. Ikkinchi, Masruh xeyli burunla Karachida o'ltiraqlashib, urdu tilini pishiq o'rganib olgan arab muhojiri edi. U noposi ko'p, dunyoning hamma yerlaridan odamlar kelib ketib turadigan bu qaynoq, murakkab shaharning ko'cha rashtillarida atdigandan kashkicha lag'aylab yurib, sirtdan kelib qolgan sodda, nadon odamlarni qaqti so'xta qilishga odatlanib qolgan bir sayoq edi. Agar atxonlar atsi Said Taha bilan ko'rishmagan bo'lsa, o'zlariga
Masruhqa aldanganligini zadili bilmagan bo'ladi. Ular o'zlariga Tokioda ko'rinib ketgan paraxod biletlarini yonchiqlarning eng ostiga, bexatar, ishonchli yerlarga selib, kunda bir necha qitim silab, yo'qlab paraxodning mangdigan kunini to'rt ko'zi bilan kutib turgan bir vaqtda Said Taha ularni yo'qlab kelib qoldi. Uning qo'lida Orducha va inglizcha ikki parcha gest bor edi. Sizlarga xush xabar qarindoshlar, dedi u qo'lidagi gestni ularga yeyib ko'rsatdi. Arabiston podshohi Abdul Aziz Saudi sizlarning darhol Arabistonga qarab yo'lga chiqishinglarni tasdiqlabdi. Mana bu gestlarda Orducha ham inglizcha qilib podshohning so'zini besibdi. U zot sizlarning iroda, e'tiqodinglardan qattiq ta'sirlanibdi. Shunga sizlarning bu qitimga hajga ulgurib Arabistonga berishinglarni va sizlarning har biringlardan elishga tegishli 500 riyal tuproq haqqini olmaslikni qaror qildi. Uy ichini dastlab ig'ir sukut qopladi. Keyin u yer bu yerdan xirtildigan esa degan ovozlar olishga boshladi. Said Taha kelgan bu favqulodda xabar ularning hammasini go'yo xushalliq, hayajon va iftixorlik tuyg'usi aralashib ketgan cho'ng bir qaynamga tashlab atgandek esangirtib qo'ygan edi. Ular o'zlarining katta podshohning nazariga tushganligidan, uning cheksiz himmat shafoatiga erishib, nurg'un mushkulliklardan qutulganligidan xushal edi. Bu xushallik shu tapda uzun so'zilgan musofirchilik dardidan ballari uchirib, yuzlari, ko'zlari qo'rilib ketgan bovay momaydan tortib, turmushning qiqil so'qillari ichida pishib yetilayotgan eng kichik Akbarning ko'zida, yuzida va umidga to'lgan ko'ngillarida namoyon edi. Atxon Said Tahaning yaxshi ko'ngliga rahmat aytib, oxirida mundaq dedi. Muhammad ibn Jaifar janoblari tünögün bir adamni avatib tikan. Shu kishi bizdan pul yig'ib, paraxod biletini elib berdi. Xudo xolisa, ati tushdan keyin yo'lga chiqmoqchimiz. Muhammad ibn Jaifar bu yerda yo'q-ku, dedi Said Taha taajjub bilan Atxonga qarab. U kishi texi Arabistondan qaytmagan tursa, bu yerga kimni avatidi? Akbar mo hayronlik ichida ahvolni tushuntirdi. Masruh degan birsi kelib, o'zini konsulxonadagi Muhammad ibn Jaifarning avatganligini, har birimizdan 400 rupiyadan pul yig'ib, bilet ilib berdiganligini degan. Sizlar pul berdinglarmi? so'radi Said Taha. Ha, dedi Atxon. Biletni mi ilib bo'ldik? Qani bilet, men ko'rib boqay. Said Taha yonchiqidan sadab gardishlik ko'zoynakini ilib taqadi va Atxon uzatgan paraxod biletini qo'liga ilib soldi. Birdalla uning chiroyi o'zgarib, qop-qop ko'zlari qayg'uli tus oldi. U bechqar sizlarni aldab ketibdi, dedi Said Taha zarda bilan. Mana qaranglar, 210 rupiyalik biletga sizlardan 400 rupiyadan yig'ibapti. Yana texi paraxodning ostidagi eng nachar uylar ekan. Bu noinsof qizil ko'z. Atxon bilan Musodan qanmu bir-biriga qarashib, xiyligicha jinnada turib kelishdi. Ularning ko'zlari g'azab va shu g'azab tufayli paydo bo'lgan ochiq azob bilan to'lgan edi. Aradan biraylan xuddi o'ziga o'zi savol qo'ygandek so'rab qoldi. Masruh degan soxtabaz bu ishlarni na'dan bilib olgandi, ha? To'g'ri, u zodi na'dan bilib olgandi? Amaliyotda bundoq odamlarning kirmaydigan to'shigi, bilmaydigan ishi yo'q. O'sha kuni Tayaji o'zini mashinaning oldiga tashlab, Dipabayni qo'rqitmoqchi bo'lgan so'rinda Masruh bor edi. Keyin Muhammad ibn Jaifar kelib,
ularga təsəlli berib, heyliqi yaxşı gaplarni qilganda, Masruhmu bu gaplarni anglab, ko'nglining bir burjiga selib qo'ygan edi. Keyin vaqtning uzurishi bilan bu ishlarni esidanmi chiqarib atgan edi. Ammo u tunugin atganda gez ko'rib etib, Saudi podshohining heyliqi so'zini ko'rib qoldi va shu hamon unutilib ketgan heyliqi ish guppida esiga tushib, ko'nglida bir shum xiyol bosh ko'tardi. U Naştınımı çalıbolu qilib Arab konsulxonasiga bordi va u yerdan qiynalmayla Muhammad ibn Jayfarning bu yerda emas Arabiston ekanligini bilib, uning nomini suiiste'mol qilish niyatiga keldida avval Hoji Kapga bordi. Ondan surishtirib yurib, otxonlarning bor yerini tepib olgan edi. Bu bekmi hiyligar qo'nars ekan, dedi Said Taha Masruhning aldamchilik mahoratiga hayron bo'lib. Bo'lmasa mundaq chaqqan chiqmaydi. Heliqi bilet sotquchi bilanmi birlashib olgan gap. Ammo uningga bir narsa deydiganga asosimiz yo'q-da. Said Taha ulug' kichiktinib qo'ydi. Uning tarizi to'g'ri edi. Masruh eng avval Hoji Kapdiki ashu qo'shqan kalpuk, bo'ri ko'z Qaravayga gezni ko'rsatib, uning bilan oldin kelishib, uningga har biletdan 15 rupiyadan nab berishni kutishib olgan edi. Shunda qilib, biletchi yarim soatga yetmagan vaqt ichida 420 rupiyaga, Masruh bo'lsa ko'zni yumib ochqicha orliqda paydo bo'lgan harom niyati bilan 4900 rupiyaga ega bo'lib, shaharning bulun pishqoqlarida g'oyib bo'lgan edi. Helim shukri, dedi Atxon hamrohlarining ko'nglini parakanda qilmaslik uchun o'ziga tasalli berib. Bilet yolg'on emas ekan. Xudo buyursa, ati yo'lga chiqib ketsakla, ko'ngil disharibchiligimizdan qutulamiz. To'g'ri qondaq chiqqanda hammani unutibdi degan shu-da, dedi Musa Donqan uning so'ziga ulaqla. Azroq yumorliq tus olgan bu so'z kishilarning ko'nglidagi g'ashliklarni bir mahal ko'tarib. Ko'rib turganinglardek joy almashtirdim. Sababi boy o'qiy beribdiman, ammo telefonimning meyi tugab ketibdi. Bugungi qism sal uzunroq, chunki Arabiston tuprog'iga yetib borgan vaqtigacha tugib ketay deb o'yladim. Yana bir tarafdan Jan va fontanning yana bir tarafidan ko'zimni boshqacha chiraydiq chanishq. Maqolamsa. Amdili ko'tarilgan quyosh ko'zlarni chaqatdi. Uning tegidagi kang dengiz bo'lsa, xuddi magma suyi yeyilgandek vil-vil yenib turardi. Quyosh ufqdan ko'tarilgan sari dengizning bepoyon kengligida shunchalik nafis, shunchalik yaqinliq bir zangar yo'riqliq paydo bo'lib, elaraqda daylab yurgan sus tumonlarni taqib etadi. Akbar dengizdan ko'zni uzalmay qoldi. Qarigan sari ko'nglimi ashu bepoyon tiniq suvdek yengil mavjura. Odam dengizga har qancha qarasimiz yetmaydi. Ko'ngliga tegmaydi. O odamning ko'z oldida har soat, har daqiqada bir xil rang bilan o'zgarib turadi. O ba'zida sening oldingda tinch rayishlik bilan oqqa moyil zangarrang elib jimjit so'zilib yotadi. Ba'zida ko'k yalqinliq rang bilan egar bo'lib to'rilib o'ynaydi. Ba'zida salqin shamol ostida tun qora bo'lib yungi ta'tiri o'rilgandek urpak bo'lib qoladi. Ba'zida yana tuyuqsiz bo'ron ko'tarilib, bundaq chog'da o'mi birdinla alfozini o'zgartirib, qahrlik tusga kiradi. Bo'ron cho'ng do'lqinlarni ko'tarib kelib, g'azablik yurgiraydi. Uning aks sadolaridan to'lqangan tinch havo jaranglaydi. Shiddat bilan chachirgan suvlarning tomchi bujg'unlari necha qulosh egizlikka ko'tarilib, u yerda nefis tuman paydo qilib, xuddi oppoq yipak ko'piklarga o'xshash esilib turadi. Bo'ron to'xtaganda bo'lsa, u yana o'zining aslidagi suyumlik holatiga qaytib keladi.
ochiq osmonda beliqchi qushlar paydo bo'lib, dengiz bilan suyishib, erkilishib o'ynaydi. Chiroyli tillari bilan chiraqlashib, osmon bilan dengiz giralishib ketgan bu cheksiz bo'shliqda bir xil tinch va xushal hayot simfoniyasini paydo qiladi. Mana shu dengizda ba'zida bo'ron to'lqinlar bilan elishib, ba'zida tinch osoyishlik ichida rohatlanib o'zib ketayotgan qo'ni paraxodga mana bugun 13 kun bo'ldi. Bu jarayonda dengiz safarini tunji qitin beshidan o'tkazayotgan ba'zilar dastlab qiziqqan dengizning jalbkor sirli hodisalariga maftun bo'lib, bir necha kunning qanday o'tganligida sezmagan bo'lsa-mu, lekin ular vaqt uzargan sari cheki ko'rinmaydigan bu tugumas safarning hamisha bir xilda takrorlanib beradigan ko'rinishlaridan zerikishga, bezor bo'lishga boshladi. 10 kungacha ularning yuqoriga qarsa ko'radigan osmon, tubatga qarsa ko'radigan suv bo'lg'ashqa, endi bularni ko'rishnimi, o'ylashnimi xohlamaydigan bo'lib qoldi. Shu topda ular go'yo vahima va xushallik, andisha va hayajon ortishib ketgan cho'ng bir qaynoqqa tushib kelib, uningdan zodida chiqolmay hirqirab yurgan odamdek ko'ngilsiz hissiyotga chirmilib qolgan edi. Buni az degandek ba'zilar dengiz safariga moslasholmay besh qoyadigan, ko'ngli ilishadigan, kashkicha beliq yegashga, beliqni ko'rsa saskinadigan bo'lib qolgan edi. Hozir Akbarmo turib besh qiyib qayqiladi. Bundaq chaqlarda paraxod sahnasiga chiqib sayli qilg'udak madar qolmay, ostinqi qavatdagi ashu tasqinchilik, sesqichilik qaplab ketgan o'pchi uylarda demiqib asrab yotadi. Bundaq zerikishlik chaqlarda uningga birdan-bir amak bo'ladigan narsa paraxod xodimlarining dengizga to'r tashlab süzüp qo'ygan rangarang beliqlarni tomosha qilish edi. Akbar o'z yurtida bir xil rangdagi oqibashliq sazonsimon beliqlarni ko'rgachga, dengizdan chiqadigan bundaq xilma-xil rangarang beliqlarga qarab hayron bo'ladi. Akbarning ko'z oldida tiltinlashib yurgan ba'zi beliqlar xuddi rassom uning tenini bo'laklarga bo'lib, oq, qora, ko'k, yeşil, siyriq ranglar bilan bo'yab qo'ygandek shundoq rangdor ham parqaraq edi. U ba'zida bundaq beliqlarni pishirib yeyishni emas, balki beliqdanni biqib, keyin yurtga aparganda do'st birodarlarga ko'rsatib, tabiatning bundaq ajoyib mo'jizotlari to'g'risida so'zlab berishni o'ylab ketdi. Paraxod hozir Qizil dengizda ketyapti. Hajga borganlar sho'r daryo deb atab odatlanib ketgan bu sirli dengiz burundanla sodda kishilarning qalbida bir xil muqaddaslikka va vahimaga simvol edi. Mushuk o'ltirganlar bu yerda suvga tashlanib, lahanglarga yam qilinmasa, paraxod to'xtab qoladi. Mana bu azaldan hajga borganlarni qo'rqitib, vahimaga selib kelgan rivoyatsimon bir fatvo edi. Har qanday odam bu yerga kelganda o'sha ishni o'ylamay, andish qilmay tura olmaydi. Mana bugun atdigandalar sho'r daryoda ketyapmiz degan xabarni anglagan Akbarning xiyoliga shu ish tushib, butun vujudini surlik bir andisha chirmab oldi. Chunki Akbar 2 yilning oldida og'inisining kaptirini yab olgan o'g'ri mushukni tutib, og'inisi bilan birlikda uni o'tirib o'tgan edi. Akbar bu ishlarni o'ylab qattiq sarosimaga tushdi. Butun badaniga qo'rqinish va ansizlik titragi bo'lashdi. Uning chiroyi tatirib, ko'z qarchug'i vahimadan kengayib ketdi. Atxan Akbarni yana shu besh qiyib ko'ngli bearam bo'layotgani o'xshaydi deb o'ylab, uningga ilhom bermoqchi bo'ldi. O'g'lim, g'ayrat qil. Pat arada Baytullohga yetimiz. Zamzam suyining tomchilari ruhingni yoshartib, dardingga shifo bo'ladi. Akbar rostida shundoq degan ma'noda beshni langshitib qo'ydi. Lekin
ko'nglidagi haqiqiy andishlarni dadisiga aytishga petin olmaydi. Chunki dadisi buni anglasa, uningdan ranjishi va o'zidanmi bakrak bearam bo'lishi turgan gap edi. Chunki bundan sodda e'tiqodga umu ishonadi. Cho'ng poyezlar bir qo'zg'alganda shunday gudik ovozidan yuqori bo'ladi. Akbar xiyolida ko'ngilsiz ish mana yuz berdi. Mana yuz berdi, ani yuz berdi degan andisha vasvasi bilan eliqi sessiq tinjiq uydan sirtqa chiqmay 2 kun o'tkazibdi. 3-chi kuni tushdan keyin paraxod sahnasida alla cho'qqan ko'tarilgan ovozlar anglandi. Akbar cho'chib ketdi. Hamma ish tugadi, dedi mudhish xiyol bilan chiroyi tatirib, alam va hasratdan yig'lig'udek bo'ldi. Og'zi birer oyatni o'qishqimi kelmay, lavlari pir-pir ushdi. O'g'lim, xo'sh xabar, Jiddaga keldik. Atxonning sirtdan yugurib kirib qilgan bu gaplari Akbarga go'yo tushidagi quva va ilmsiz anglandi. Akbar, nim bo'lding bolam? Atxon uning chiroyiga, xunsiz ko'zlariga qarab qo'rqib ketdi. Bir yering og'riyotamdi? Yo'q dada, dedi Akbar zaif, miskin ovozda. O'zimcha shundoq. Bo'ldi. Endi g'ayrat qilib o'rnidan tur o'g'lim. Jiddaga keldik. Azobliq uzun safar tugadi. Xudo bizni murod maqsadimizga yetkazdi. Akbar shunda esiga kelib, ulug' kichikdandi. Go'yo ashu bir tiniq bilan necha kundan beri butun vujudini vahimaga solgan g'am andishlar havoga ko'tarilib, bulutlar orasiga singib ketganda, u yengil va ozori bo'lib qoldi. Likkida o'rnidan turib, dadasi bilan birga paraxodning keng sahnasiga chiqdi. Hamma odam u yerda xushalliq va hayajon bilan qo'llarini bulanglatib, yiroq sohilga qarab turadi. Akbarning ko'z oldidami hayotlik nishoni bo'lgan egiz pas binolar bilan sus istidak qoplagan bir og'ir shahar namoyon bo'ldi. Mana bu ular 17 kundan beri ko'rishga intizor bo'lgan hayotlik sohil. Uzoqdan beri tashnalikda kutgan umid sohil edi. Ular Jidda portida necha kundan beri org'inliklarini unutib, xo'shal va tetik holda paraxodga tushdi. Ammo bir necha qadam ma'mayla o'ngi qara, chiroyi surlik, odamga bir xil gumoniy nazar bilan qaraydigan, qo'lida quroli bor, mashran kiyimlik soqchilarning qamal qilishiga uchirdi. Ularni yig'ib akilib, cho'ng bir qo'rg'u soladi. Soqchilarning orasidagi egiz bo'y, shapurutliq, tapancha asqan birsi Uyg'urchani chala bo'lib so'zlaydigan Muhammad Sumar ismli bir turk tilmashning yordamida mundaq dedi. Sizlar Allohning ulug' baytini tavob qilish uchun bu muqaddas zamonga keldinglar. Allohning haziri tushgan bu yurtning esilligidan sozliqda yashaydigan laglaq qushmo bu yerga kelsa, uzunga qolmay lochinga aylanadi. Pat-pat bulutlarni to'lg'ab gidiyib turgan bu soqchi boshliqining so'zi Akbarga bir oz g'arit tuyuldi. G'ururiga tekkandek bo'ldi. Onun qarşıca bu dünyada tug'ilib o'sgan yerini, vatan deb atalgan ashu muborak yurtini so'ymaydigan, seg'inmaydigan odam yo'q edi. Yurtini unutgan, ko'nglida yurt sevgisi bo'lmagan odam uchun bu dunyoda muqaddas narsa yo'q edi. Ammo u har qanday inson bolasining yuragida, qalbida saqlanadigan eng buyuk, eng yagona va eng pinhon tuyg'u edi. Shuning uchun mekin soqchi boshlig'ining mundaq oshkora maqtanchoqligi onunga bekmo tetiqsizlik bo'lib tuyuldi. Shu hamon Akbar ko'nglidan bizning yurtning esilligidan lochinlarni so'qib etadigan shunqarlar uchib chiqqan degan fikrni o'tkazib, soqchi boshlig'iga "Davitay" dedi-yu, lekin yana nima uchundir o'zini besib jim turib oldi. Soqchi boshlig'i yana shundoq g'ovurlik bilan gapini davom qildi.
Agar sizlar Makkaga tezroq berib, Baytullohni tavof qilishni o'ylasanglar, bu yerdan 40 riyaldan pul topshirib chiqsizlar. 40 riyal 40 sar kumush tangaga teng. 40 riyaldan pul topshirmaganlarni bu yerdan chiqarmaymiz. Shuncha jafolarni tortib, ming bir mushaqqatda bu yerga aron yetib kelgan o'ruq odamlar uchun bu kutilmagan seliq nihoyat ig'ir tuyuldi. Ular xeyli ochiq zardi bilan podshoh bizdan haqqi ilishni, tuproq haqqi ilishni kechirim qilgan. Sizlar bu pulni nimaga olasizlar? deb qo'rqoq qilishdi. Tuproq haqqi degan oz pul emas, dedi hali qisoqchi boshliqqa chalvoq qilib. Uni olamdo, olmamdo keyin ko'rsizlar. Bizning oladigan 40 riyalimiz portdan chiqish rasmiyat puli. Buni bamsanglar, bu yerda yetaversizlar. Kimmo Baytullohning bo'sug'isiga kelganda uni tavof qilishni o'ylamay, sirt qilishni xohlasin. Ularning yurtdan chiqib 1 yildan ortiq vaqtdan buyon tortib kelayotgan jafo mushaqqat, azob uqubatlari faqatla o'sha ish uchun emasmidi? Ular saqchi boshliq bilan zakonlashib, avara bo'lishni xohlamaydi. Qachonmi qurol tutqanlar bilan oddiy fuqarolar tang bo'lib boqqan. Ular xuddi yuraklarining qat-qetidan sug'urib olgandek 40 sardan tangini elib topshirib, bu yerdan qaytib chiqdi. Endi ularning oldida Arabistonning yuragi hisoblangan Makka quchoq ochgan. Ana bicharalar oxiri Makkaga yetib keldi. Ma'qul amsa. Davomini kelar qitim o'qib bering. Aman bo'ling. Hay xo'sh.